Qiyinchilik kunlaringizni oxiri bormish haqida ko'ramiz. Unda ketdik. Bu har qanday masalada bo'lishi mumkin. Muhabbat, pul har qanday masalada kiradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kartalarimiz. Unda ketdik. O'zlaringizga xohlagan, o'zingizni hozir qiynab kelayotgan qiyinchiliklarni oxiri bormish haqida ko'ramiz. 3 ta kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. Sizlarni arzimagan e'tiborlaringiz menga katta kuch bag'ishlaydi. Like bosishni unutmang. Unda ketdik. 3 ta kartadan bittasini tanlaymiz. Bu qiyinchiliklarimizni oxiri bormi? Birinchi kartadan boshlaymiz. Qiyinchiliklarni oxiri bormi? Qandaydir odamlarni ismidan chiqa olmaydigan karta tushdi. Bu nima deydi? Koreyada qo'l oladigan, qo'l olgan insonlarni nima deydi? Jihozlari, kerakli narsalari. Bizda doira, qamchi, nima deydi? Keyin shunga o'xshagan narsalarimiz bo'ladi-yu, pichoq, o'shanga o'xshagan narsalar. Sizda kartalarimiz eskicha borligini aytyapti. Bu narsa yo'ldan tushganligi, uzoq yo'lga borib kelgansiz, yo kimdir qilgani emas. Sizni odamlarni o'rtasidagi munosabatlaringiz har doim uzilib qolishi ko'proq siz ish tomonlama o'z yo'lini topib ololmayotgan inson tushyapti. Keyin ayrim insonlarda esa 3 kishiliklar tushyapti. Bu narsani yechimi bormi ko'ramiz. Yechimi bormi? Ish pulga, birinchi ish pulga ko'ramiz. Bu narsani yechimi bormi? Shu haqida ko'ramiz. Unda ketdik. Ish pulga yechimi bor. O'zingizni kuchli his qilasiz. Sizga kimdir yordam beradi. Qandaydir issiq sovuqqa yechim bormi? E'tibor bergan bo'lsalaringiz, bu yerda qandaydir rasmga qilinganmi, sog'liqqa qilinganmi? Chunki agar sizda yelka, bel og'riqlari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, biling, sizga rasmga qilingan narsa tushyapti. Bunga yechim bormi? Yana bitta ko'ramiz. Buni faqatgina erkak kishi o'qisa yo qaytarma qilsa, o'z joyiga tushib ketadi. 3 kishiliklar ko'ramiz. 3 kishiliklar. 3 kishiliklar. Munosabatlaringiz 3 kishiliklar qandaydir yaxshilik bilan tugamasligi mumkin. Chunki o'rtalaringizdagi munosabat to'xtashi mumkin. Yo bu munosabat to'xtagan hisoblanyapti ayrim insonlarda. Agar haqiqatdan ham astoydil so'rab tilaklaringizda qiladigan bo'lsalaringiz, bu yerda nur chiqib turibdi. Bu degani u insondan sizga xabar keladi agar 3 kishiliklar bo'ladigan bo'lsa. Lekin ish borasida, pul borasida juda ham yaxshi narsa chiqdi. Siz o'z yo'lingizni topib ketasiz. Sizga kimdir juda ham yordam beradi. Bunda o'zingizda har tomonlama kuch hisoblaysiz. Yoki uzoq yo'ldan agar qaytgan bo'lsangiz, sizga uzoq yo'l tushyapti yoki kimdir kelmoqchi bo'lsa, u insondan kelish xabar. Bu narsa ish yo'lga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizni ish yo'llaringiz yopiq bo'ladigan bo'lsa yoki kimdandir nimadir kutayotgan bo'lsangiz, bu amalga albatta oshadi. O'zingizni o'ylantirayotgan muammolaringizga yechimni asosan bu birinchi kartamizni tanlagan insonlar o'zlaringizni birozgina qaratib yuborishlaringizni tavsiya berardim. Ana endi ikkinchi kartamizni ko'ramiz. O'ylaydigan muammolaringizga yechim bormi? Muammolaringizga yechim. Yolg'iz insonlarni ko'ryapman, turmushi buzilgan insonlarni ham ko'ryapman, yoki o'z jufti yo'q insonlar. Bu yerda fol kartasi chiqdi. Qandaydir fol kartasi. Sizni keyin o'rtaga tushadigan inson chiqdi. Sizni hayotingizda agar yolg'iz insonlar bo'ladigan bo'lsa, hayotingizda juda ham yaxshi inson paydo bo'ladi. Agar sizni o'tmishingizda ajrashgan insoningiz bo'ladigan bo'lsa,
u inson bilan o'rtalaringiz tiklanishiga biroz vaqt bor yoki osonlikcha bo'lmaydi. Agar sizni pul muammosi sizni qiynayotgan bo'lsa, qandayqadir uylaringizga baraka oshmi, nimadir qilishlaringiz kerak. Bu muammolar o'z yechimini topadi. Birozgina nima deydi, vaqt ketishi mumkin, lekin bu narsalarga siz o'zingiz yechim topasiz. Ish borasida sizda qandaydir to'xtash borligi, bitta joydan ikkita joyga o'tish bu oy emas, keyingi oyga bo'lishi mumkin. Muammolaringizga yechim sabr orqali bo'ladi. Ozgina sabr qilib tursangiz, bu yerda baliqlar ko'rsatilgan. Baliqlar pul hisoblanadi. Sizga o'zingiz kerakli pul yoki siz kutayotgan insoningiz, xayolingizdagi insoningiz birozgina vaqt o'tgandan keyin yo kelishi, o'zingizga yo pul bo'lishi yoki siz o'zingiz kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, u insondan xabar keladi. Lekin bunga ko'p ketmaydi. Yolg'izlar bo'ladigan bo'lsa, hayotingizda tasodifan yo'lingizda kimdir uchrab qoladi. O'sha inson bilan qandaydir hayotlaringiz, taqdir yo'llaringiz bir bo'lishi mumkin. Unda ketdik. 3-kartamizni ko'ramiz. Sizning muammolaringizga yechim bormi? Anchadan beri ololmagan narsangiz bo'ladigan bo'lsa yoki anchadan beri nimanidir yechimini qila olmayotgan bo'lsangiz, bu narsa ish yo'lida ham, yo mashina yo'lida ham, yo uy muammosi ham bo'lishi mumkin. Keyin ayrim insonlar juda ham intiqib kutayotgan insoni bor bo'lib chiqyapti. Nima deydi? Bu insonga juda ham talpinayotganingiz sizga kimdir yordam beradi. Muammolaringizga yechim haqida aytadigan bo'lsam, sizni har doim sizda doimiy to'xtash bo'ladi. Chunki sizni orqangizdan, qo'lingizdan yoki oyog'ingizdan tortadigan insonlar bor. Sizni ruhan tez-tez tushkunlikka tushib qoladi. Ularni qanday muzikasiga, ularni gaplariga siz nima deydi? Agar to'xtab qolmaydigan bo'lsangiz, harakat qiladigan bo'lsangiz, sizni o'tmishingizdagi insonlar, chunki bizda istaydi-yu, o'tmishdagi shunaqaga o'xshagan karta bu. O'tmishdagi insonlaringiz sizni ishdayam, muhabbatdayam doim qo'llab turadi. Unda muhabbat borasida ko'ramiz. Muhabbat borasida og'riqli sevgi chiqdi bu. Sabr bilan, chunki bu yerda ikkitalik pichoq turgani, o'shani ustida nima deydi? Og'riqli sevgi haqida o'ylayotgan inson tushdi, yoki o'tmishidan umuman chiqib keta olmaydi, yo hozirga yo qola olmaydi, yo voz kechib keta olmaydigan inson tushyapti. Bunga yechim bormi? Bunga yechim, albatta yechim yaxshilik bilan tugaydi. Siz juda ham baxtli bo'lasiz. Sizni hayotingizda farzandlaringiz quvonchi, turmush o'rtog'ingiz yoki o'zingiz xohlagan uyingizni, chunki rizq, baraka, jo'jalar yonida doni bor. Rizq, baraka, oilaviy quvonchli kunlaringiz keladi. Sizga o'zingiz istagan yaxshigina xabar keladi. Siz agar sevgan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ko'pga bormaydi. Sizni oxirida xursandchilik kutib turibdi. Dushmanlaringizga ishga. Dushmanlaringiz har doim sizni izma-iz kuzatib yuradi. Ishga keladigan bo'lsak, yangi to'lin oy. Bu degani ko'p qolmadi, yaqin orada sizni yangi ish bilan ishga o'tishingiz mumkin. Chunki uzoq yo'l bosgan odam manziliga yetib kelgani. Bu degani ish borangizda sizni yaxshigina yangilik kutadi. Keyin yangi oy chiqyapti. Yo anchadan beri uy ololmayotgan insonlar, yoki uyini bitira olmayotgan insonlar, yoki mashina ololmayotgan, yoki mashinasini sota olmayotgan, yoki shunga o'xshagan narsaga yechim topilishi. Bu oyning bir oyga borib bormaydi. Ishda sizlarni
keksaroq insondan maslahat so'rashlaringiz katta sizlarga yordam berishi mumkin. Kelajakda siz qandaydir sizga dushmanlik qilgan, hozir sizni mana shunaqa tushkun ahvolga tushirib qo'ygan insonlarni jazolash sizga imkoniyati beriladi. Pul borasida sizni o'ylayotgan boringizga bir tomonlama albatta yechim topasiz. Chunki fil ustida bu degani o'zingizni baquvvat, shohlardek his qilasiz. O'ylagan muammolaringizga yechim topiladi. Bu narsa ko'pga bormaydi. Bu insonlar o'zi aslida 3-kartani tanlagan insonlar judayam omadli insonlar. Faqatgina hamma narsaga o'z kuchi bilan erishadigan, judayam sabrli insonlar, og'riqlarga ko'p bardosh beradigan, hammaga ham sirrini aytavermaydigan, lekin sizning yoningizda har doim sizni orzu, o'y, havaslaringizga nuqta qo'yib qo'yadigan do'stlaringiz yoki yaqinlaringiz bo'lishi mumkin. Karta maslahati: boshqaga ishonmay faqatgina oldinga harakat qiling. Sizlarni yaxshi kunlar kutib turibdi. O'z muammolaringizga tez kunlarda yechim topasizlar. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'ling. Like bosishni unutmang. Rahmat.